borib Kufadagi do'stimni ko'rib kelinglar debdi. Unga ham shunday deb tushuntiringlar debdi. Borsalar Kufadagi do'sti bor ekan. Borib ahvolni tushuntirsalar, darhol u kishi ham 40 tuya mol olib chiqib berdilarda, bir xum tulla ko'tarib chiqdi. Mana mollar zavod fabrikalardagi qarzlarga to'lasin. Mana xumdagi tilla bilan o'zini tiklab olsan, debdi-da, juda og'ir bo'pti. Endi darvoqe do'stimga aytib qo'yinglar, men 10 yil qadar bora olmayman u yerga, debdi. Nimaga unday deysiz desa, qanday bo'ladi? Bir odamning do'stini boshi ishsa, bugun unga yordam berib, orqasidan o'zi borsa, so'rab ketdi deb ichi siqilmaydimi? 10 yilda bir odamga yetgan zaxm unutiladi. Men shu unutilganda boraman-da degan ekanlar. Shundan keyin choparlar borib, mana tasanno do'stingizga 10 yil bormayman deb aytdi-ya bizga. Shu insonni qalbidan o'chganda, unutilganda boraman deb aytdi. Bunday do'stni qanday topib bo'ladi? Sizni shunday bir topilmas do'stingiz bor ekan desalar, undan ko'nglim to'q bo'ldi. Endi borib, yana bir Iroqning chetida bir mahallada yashaydigan do'stim bor. Undan ham holiga qarab so'raylar. U kambag'al, qiyomatli do'stim. Borsalar u kishi ilmdor ekan. Ilm berib o'tirgan ekan. Qarasalar kulbasini yarmi bor, yarmi yo'q ekan. Keyin kelib assalomu alaykum deb choparlar so'rashib, biz shu Iroqdan keldik desalar, Iroqda meni Muhsin ibn Abdulloh degan do'stim bor, tinchmi dedilar. Yaxshilar, har kuni bomdodga chiqib turardilar. 3-4 kundan beri chiqmay qoldi. Nima bo'ldi? Desa, bir xasis odamdan 5 dirham olgan ekan, shu yo'lda so'ragani uchun shunga ko'rinmay turay deb chiqmayapti, dedilar. Desalar, hozir o'tiribdilar deb yo'q bo'lib qoldi. Birdan o'rniga katta bir boy odam keldi. Hozir sizlar 5 dirham turib so'radilarizmi shu insonni? Ha, mana o'sha 5 dirham debdilar. Qani o'zi sizlar? Menga qul bo'ldi deyarmish. O'zini qullikka berib 5 dirham olib bergan ekanlar. Shunda bular yugurib borib, hazrat tushing, biz siz mana yana ustiga 5 dirham qo'shib qaytaramiz desalar, yo'q degan ekanlar. Iymon bilan do'stlik pulga sotilmaydi. Men iymonimni qo'yib, bundan 5 dirham olganman, ishlab beraman deb degan ekanlar. Ana shu do'stlikning rishtalarida juda ko'p mashoyixlarning hayotlaridan o'tgan.